Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun Keski klubining 100 kitob o'qish masalasi bo'yicha tugatdik. Hammalaringiz bilasizlar. Endi biz mana shu Keski klubining ishtirokchilarining uyiga mehmon bo'lib kelyapmiz. Bugun mehmon bo'lib kelayotgan uyimiz Elbrus Babatayev va shuning oilasiga kirmoqchimiz, Xudo xolasa. Ketdik do'stlar, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshimi? Amansizmi? Omon emasizmi? Sog'lik yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxsizmi? Sen amansizlar. Assalomu alaykum. Alimjon, qalaysiz? Yaxshi, Xudo xohlasa. Sen amansizlar. Alimjon, qalaysiz? Yaxsizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxsizmi? Assalomu alaykum. Mana shu sizga sovg'a, Xudo xolasa. Amin. Allah Taala mana shu uyda yaxshiliklar ato etsin. Elga yurtga tinchlik, omonchilik bersin. Mana shu o'stirayotgan o'g'il qizlaringizning rohatini ko'ringizlar, nevaralarining rohatini ko'ringizlar. O'qisin, olim bo'lsin, dinimizga, elimizga, ota-onam deydigan xizmat qiladigan yaxshi yigitlar, qizlar bo'lsin. Alloh. Endi Xudo xolasa bizlar sizlarning uylaringizga mehmon bo'lib kelyapmiz. Mana Keski klubining a'zolari, ishtirokchilari, endi harakat qilgan yigitlarimiz. Xudo xolasa mana 100 kitob o'qidik. Elbrus o'zi mana shu Chipan komandasini, Chipan jamoasini boshqardi. Xabarlaringiz bor. Elbrus ham o'qishga ketdi, keyinchalik keliningiz qo'shildi. Sizlarga uyda og'irlik bo'lmadimi? Qanday bo'ldi? O'sha masala to'g'risida biroz o'zlaringizni so'rasak. Mana shu baribir endi uyda kelin ketganki, ish o'zlaringizga qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'shanda qiyinchiliklar tug'ilmadimi degan bir o'y fikr borda. Endi ko'pchilik aytadigan bizlarga, ana kalinlarni qilib o'tibdi deganda o'xshash. Shuning uchun sizlarga men bir qo'yiq so'rab, qanday bo'ldi, qiynalmadingizlarmi degan masalani so'rayotganimiz. Bu rasmi subota kelsa, ya'ni shanba kelsa, kelinim bilan balama u bayramdaydi. Ha, kitob sevarlar klubiga boramiz. Mayli boramiz. Hech qanday bizlarga qiyinchilik tushyapti yo'q, Allohga shukr. Sendan ham men o'zim hali mana Xudo xolasa 70 ni qaralab qoldik. Nechovi? Yaxshi. Juda yaxshi. Endi baribir bular endi kitob o'qish kerak bo'ladi. Endi birov tushunadi, birov tushunmaydi. Yumush qilsak degan holatda siz qanday deysiz bularga? Qanday deysiz? Sizga qiyinchilik bo'lmadimi? Ona sifatida. Qadimsiz endi. Birinchidan Rozan kuni qilgan niyatlarimiz qabul bo'lsin. Va rahmat. Xudo xolasa hammaning ham niyati, duosi qabul bo'la bersin. Nega qiyin bo'ladi? O'qigan odam, yana ishlagan odam ishlaganini tushunadi deganda, kelin odam biroq o'zi turamaydi, chidamaydi. O'zi ishlashga harakat qilaveradi. Biroq o'qishni qoldirmayman deb harakat qiladi. Ishdan ham qolmaydi, ishiga ham boradi. Udabran. Shunday. Yaxshi, endi shu harakat qiladi-da bular, endi shu sizlarning ham so'z eshitib qolmaydi deb harakat qiladi. Misol uchun tunni bor, kunduzi bor. Bizlarga keladiganlar har shanba bo'lgani uchun uyda yoqib-yoqda yumushlarni bitirib berishdi deb harakat qiladi ko'pchiligida. Endi buni bir uylar tushunadi, tushunmaydigani bor. Endi biz butun Turkiston bo'yicha endi yig'ganda mana masalan Qarnaq, Iqon degan qishloqlarni chiqarib olmadik-da. Ko'pchilik chiqish juda qiyin bo'ldi. Ishonmadimi yo bo'lmasa sal tartinish bo'ldimi? Lekin bizda hozir ilg'orlar qatorida mana shu Chipan, Qarachiq qishloqlari ular eng ilg'or qatorda turdi-da. Endi bir yaxshilik bu. Boshqa yoqqa boryapti, qo'yib, o'qishga boryapti, ilm olishga boryapti deganday masalada endi. Shuning uchun endi mana Xudo xolasa bular o'qidi, bularning o'qigan kitoblarini ko'rib, boshqalar so'rab olib o'qiyapti deyapti. Mana qarang, qanday yaxshi narsa-da. Shuning uchun endi biz bir ko'rikchi, ota-onalarni aylanib ko'rik, uylarini ko'rik. Bularda xafachilik bo'lmadimi, qanday bo'ldi, qiyinchilik tug'dirmadim degan bir maqsadda Xudo xolasa bir aylanib chiqsak degan bir niyat qildik. Shuni birinchi bo'lib mana Chipan qishlog'i sizlarning uylaringizga mana nasib qilgan ekan. Sizlarning qishloqlaringizga kelib turibmiz. Endi sizlar ham o'zingiz ham o'qigan odamsiz, ishlagan odamsiz. Baribir o'qiganda baribir o'qiganlar ko'proq to'g'ri tushunib, ya'ni bola chaqasiga o'qiyman desa, qarshilik qilmaydi ko'p odam. Shuning uchun sizlarning shu tushunib, bularni to'g'ri tushunib, bora qo'y, o'qiy qo'y deganlaringiz uchun sizlarga ming alg'is, katta rahmat. 70 ga kelyapman deysiz, 70 dan oshgan chiqarsiz. Yo'q.
Xudo xolasa juda yaxshi. Bolalarning o'qigani yaxshi, bilgani yaxshi. Ertaga bular o'zlarining bola chaqasini o'qitadi. O'qityapti. Xudo xolasa shunday masala. Eldurs mana Xudo xolasa 100 kitob o'qish dasturi mana salkam 3 yilda bitdi Xudo xolasa. 3 yil birga bo'ldik, o'qidik. Komandani sizning jamoangiz ko'p, oldiga chiqib yurdi qancha mana shu jamoada qancha odam bo'lsa 10-11 odamni olib borib turdingiz o'z vaqtida. Mana shu qiyinchiliklar qanday o'tdi? Bir aytganingiz ishlayotgani bor, ichida aytganingiz ishlamaydi qolayotgani bor. Bir kun o'qib boradi, beda ham xuddi shundayda endi. Qanday deysiz? Komandangiz haqida o'zingiz o'y fikrlaringizni aytsangiz. Rahim aka, avvalambor mana bizim kanalimizga qadam bosib kelib o'tirganlaringiz uchun katta xulus, qadamingizga yetsin. Rahmat. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Mana shunday sizlardan insonlar bilan o'qishni nasib etibdi. Sizlar sabab Alloh taolo shunday 100 kitobni o'qib chiqish nasib etdi. Endi beshikdan qabrgacha ilm izladik. O'zimiz bayag'ida o'qidik, universitet ishga kirdik, bo'ldi deb yuratdik, biroq yanglish aka bu o'g'limiz mana shu yaxshi bir proyekt deydi u. Boshlanganda ota-onam sababchi, mana yanımda o'tirgan yarim sababchi o'sha sizlarning klublaringizda a'zo bo'lib qatnashdim. Bayag'i tarixiy komediya bo'yicha yarışda qatnashdim, ikki qaytaran komandalikqa. Komandalikqa endi o'zimiz Chipon qishlog'idan chiqqan kelinlar, qizlar, o'zimiz bir komanda qatnashdik. Ras yangiday qiyin situatsiyalar bo'ldi. Endi komandalik aldiga qarab harakat qilish kerak, butun qo'llab ketish kerak har sonda. Shu maqsadga bo'lgan intilishda bo'lgan biroz qiyinchiliklar bo'ldi. Biroq endi bunga bosib o'tdik. Har kim o'ziga kerakli bo'lgan ilmni mana shu kitob o'qish borasida, konkurs borasida adab o'ylayman. Ağamga hükümiyet deb o'ylayman. Sababi har bir o'qigan kitobimizda mana shu jamiyatimiz uchun eng kerakli bo'lgan savollarga javob bo'la oladim. Katta bir masalalar ko'tarilgan. Mana shu hammasini endi men o'yladimki, kelajakda yana ham kitob sevarlar klubining safi ko'payadi, Xudo xolasa. Endi mana shu konkurs asnosida, ya'ni shu kitob sevarlarning konkurs asnosida bizning Turkistonda yoshlar ham Chipon degan qishloq bor ekan, Chipon degan komanda bor ekan. Uylarda o'yinlarni ham shu o'tkazibdi. Hatto men Chipon baribir Chipon degan shunaqa yaxshi so'zlarni aytib. Endi bu ilm yo'lda yurgani uchun bu yerda qancha bilsangiz, qancha efirga chiqsangiz ham qishloq chiqyapti masalan. Qishloqda qancha odamlar bor. Biroq armon qilayotganlar ko'p, biz ham o'qisak bo'lar edi deb. Ko'p odamda tortinish borda, o'zlarini tortib turadilar. Qanday bo'lar ekan degan masalada. Yo'q, Xudo xolasa mana 3 yil degan o'ng'aytirlik emas-da, ko'p odam singranmaydi buni. Salkam 3 yil bo'ldi mana. Agar tarixi Muhammadiyni hisob qiladigan bo'lsak, 3 yilni oshmasa kam bo'lmadi. 2 marta tarixi Muhammadiyni o'tkazgan bo'lsak, o 22-yilda mana 25-yil, Xudo xolasa vaqt qarasa 3 yildan sal oshyapti-da. Eslay bilsam shu birinchi bo'lgan musobaqamiz mart oyida bo'lgan, mana hozir 25-yilning marti bo'lyapti hozir. Rosa 3 yil, rosa toza 3 yil. 3 yil davomida biz har turli kitoblarni o'qidik. Masalan, o'sha Alisher Navoiy bobomiz, bo'lmasa Hoji Muqon otamiz, Boburjon Momishulning uylariga kirib yurdik misol uchun. Uning qizlari, singillari to'g'risida kurashdik, Hoji Muqon bobomiz kurashsa, biz ham qo'shilib kurashdik, o'qib. Qancha men Ahmad Yasayev bobomiz to'g'risida o'qidik kitob. Qancha narsani o'rgandik, bildik. Endi buning bari bilim bu endi. Buning bari bilim. Endi undan tashqari mana o'zi shaxsiy izlasa topolmaydigan kitoblar, misol uchun bu kitoblarni har qaysini topib olish uchun qancha mehnat bo'lgan. O'rganib, mana yigitlar bilan birga sizlarga kitob berishdan oldin bu kitoblarni o'qib chiqdik misol uchun-da. Ba'zi bir kitoblarni hech narsaga turmaydigan ham kitoblar uchradi. Bekarga oti yarasa ulug' o'zi ichi juda quruq bo'lgan kitoblar ham uchradi. Buni biz o'qimasak ko'p narsani bilmaysiz. O'qish asnosida o'qib kitoblarni ochib yurib shu narsalarga ko'zimiz yetdi. Shuning uchun mana bir seli bir jamoani boshqardinglar. Uni ustida oilaviy komanda bo'lib qatnashdingizlar. Shuning uchun negizi bu atrofdagilar ham
keski klubida qatnashib qolganlarga havas qiladiganlar ko'p, juda ko'p. Boshqa qishloqlar, hozir bizda Qorabuloq, Sayram, Chimkent, Toshkentning o'zida O'zbekistonda ham bir qator odamlar ko'ryapgani bor. Rossiyada bizni ko'ryapgan aholining 2% Rossiyadagilar. Rossiyadagilarni tashkil qilib turibdi. 2% odam Rossiyada ko'rar ekan. Mana O'zbekiston ham xudo xolasa 4-5% ga yetib qoldi ko'ryapmanlar. Qolgan 94% Qozog'istondagi xalq bizlarni ko'ryapti degan so'z. Shuning uchun harakat yomon emas. Bizlar hozir mana shu kitob sevarlar klubini ko'rib, hozir mana iqonda harakat ketyapti. Yaxshi harakat bo'lyapti. Xudo xolasa amalga oshib qolishi mumkin. U kishilar bilan o'sha roza ichida bir uchrashuv o'tkazmoqchimiz. Agar bari yaxshi bo'ladi bo'lmasa, yoqda kitob sevar klub xuddi biz o'zimiz o'tgan proyektni shu Iqon qishlog'ida ham o'tkazishga niyat qilyapmiz. Bu yoqda qo'shni katta qishloq bor, Qarnoq degan qishloq. Bu qishloqda ham yetadi maktab. 5 maktab yetadi, o'zlari bilan o'zlari kitob sevar klubini o'tkazsa juda ham yaxshi o'tadi. Iqonda ham xuddi shunday. Aholi soni ikkovida ham barobar desa bo'ladi. Ikkovida ham 5 maktabdan bor. U katta narsa. 5 maktab degan so'z. Shuning uchun o'qisa biz qo'limizdan kelgancha yordamlashgan bo'lardik-da. Endi siz ana o'sha kelinisiz, kelinda mas'uliyat katta-ku, kelin degan ulgurish kerak. Ayam bir narsa deb qolmaydim, dadam bir narsa deb qolmaydim deb o'qishda qanday bo'ldi sizga? Qanday qiyinchiliklar bo'ldi? O'kinmaysizmi mana shu qatnashib o'qiganingizga? O'zingizdan bir ikki og'iz mana shu bizning kitob sevarlar haqida o'zingizning uchragan har turli qiziq voqealar, uydagi bo'layotgan holatlar, mana shular haqida bir ikki og'iz aytsangiz. Endi eringizga qo'shilib o'qish bu baxt bu-da. Baxt bundaqa ko'p emas, sanoqli bundaylar. Shuning uchun o'zingizdan bir ikki yaxshi niyatlarni aytsangiz. Avvalambor shu keska jamoasiga a'zo bo'lganman. Allohga hamd sanolar aytaman. To'g'ri yo'lni ko'rsatgan payg'ambarimizga salovatlar bo'lsin. Shu kitoblarni o'qishga sababchi bo'lgan sizlarga ming rahmat. Kitob o'qish borasida boshida qiyin bo'ldi. Boshida o'qiyamadim. Qatnashib birinchi yig'ladim. Yig'ladim, tunda o'qidim. Keyin ulgurishga harakat qildim. Tunlab yumushimni ishlab, kunduz kuni kitob o'qishga harakat qildim. Sizlar sababchi sinfimda 23 o'quvchi bor. Shuning ota-onalari mendan qancha kitoblar o'qiyapti. O'zi biz oilada o'zim qiz uyimda 6 odammiz. 6 bavurjagarim bor. Ular ham 3o'ylab, 4o'ylab, 5o'ylab kitobni olib ketib o'qiyapti. Почти bu kitob 100 kitobim, men kech qo'shilsam dadasi kitob olib, 100 kitobim bir 60'ını odamlar o'qidi desam bo'ladi. Ha, bemalol desangchi. Endi o'shida bizda ham maqsad shuda, ko'rib o'qisa ham, mayli so'rab o'qisa ham katta gap. Bu kitoblarni o'zlari borib izlab topib olish qiyin-da. Shuning uchun siz keyinroq qo'shildingiz, biroq ancha kitobga ega bo'ldingiz sizlar. 20 bu ham katta narsa xudo xolasa. Mayli kech bo'lsa ham qo'shilish, birga o'qish, bu katta baxt-da. Birga bo'lishing o'zi baxt. Birga o'tirib, bir-biriga yordamlashib, qanday yaxshi narsa. Avvalim birinchi o'zim yozilgan edim. Bopamiz kichkina bo'lib boramadim, biroq dadamizga yozing desam, men o'qimayman kitobni. O'qiyamayman degan edi. Birovdan 300 tanga edim yozilish. 300 tanga edi, yanımda pul yo'q edi. Birovdan pul olib, Said Ahmad orqali tirkalgan edi. Dadamiz ketib qoldim, yiqib ketdim edi. Keyinchalik bopamiz katta bo'lgandan keyin bordim. Endi bu yerda bir narsa bor-da, taqda aytiladigan. Kitob sevarlar klubiga qatnashgan sonida, qatorida shu er azamatlar ham ko'paysa. Ha, barakalloh. Masal naqulay bo'lgan holat shu bo'ldi. 98-99% qatnashuvchilar bor ayollar. Men bor, Firuz bor, keyin Davron yarmidan kelib qo'shildi. Bizda yoshlarimiz Umar, Kamal, Qabullar 5 er kishimiz, qolgan bari ayol kishi. Naqulay bo'lib, sal qisilib olib yurdim. Endi boyaga aytgan kitob qo'ygan qiziqish qo'ya solish desanda bir oyog'ini qo'yish mana kitob qiziqib turgan sayin birdan keyin bir boshlarni qatib ketaman deb keyin uylanib ketdik. Endi uylanish, o oldiga qo'ygan maqsad boy 100 kitobga yetishing, buning rohati boshqacha-da endi baribir. Hamma ham yetib qo'yibdi masalan. Ko'pchilik boyag'day holatda boshida yaxshi boshlab birovlar qolib ketyapti. Yo'q, aytavur harakat qilganlar mana o'zingiz mana shu 100 kitobni to'liq o'qib, topshirib, mana shu 100 kitobni bitirganining sertifikatini olishda
Qanday quvonch bor. Shuncha qiynalganimiz Ha. bari ortda qolib ketib birdan bir quvongan paytda esing chiqdi. Shuncha qiynalganimiz. Endi mana baribir avvalgi hayot bor. Kitob o'qimasdan oldin maktabga borib ishlab yurdingiz oilaviy masalalar bilan. Endi kitob o'qigandan keyin hayotda o'zgarish qanday bo'ldi degan, ko'z qarash qanday degan masala endi biz aytib qolamiz. Mana shu masala haqida. Bu kitobni o'qib qatnashmasdan avval to'g'rini aytish kerak-ku. Ishga borardik, aytar edik. Uyda yatasa turasa Baribir vaqt o'tadi shu vaqt. vaqt o'tadi. Biroq mana kitob o'qishni boshlagandan keyin har bir qilgan qadamni o'ylanib qolsa, mana kitob mana turali mana narsani o'qidik-ku, to'g'rimi, xatomi? Yani ishlayotgan to'g'rimi, xatomi? Qandaydir bir qiyin situatsiyalar bo'lib qolsa, o'shani ishlayotgan to'g'rimi? To'g'ri qadam bosyapmanmi, yo'qmi degan narsa ko'p o'ylamasam ekanda, aylanib o'ylayversan ekan shu. Chunki borib yanagi kundalik ish jadvaliga kitobni o'qiydigan vaqtni kiritib qo'yganimsa, Arasiga kiradi vaqt. to'g'ri shu vaqtda kitob o'qishim kerak bo'ldi. Boshqa yo'q. Keyin eng keragi tungachilik ko'proq harbiy yumitum bor. Kitob o'qiymiz. Ulgurum kerak kitob. To'g'ri. O'tirishlarga boradigan bo'lsak, keyish boramiz, ertaga qaytib ketamiz. Mana kitobni o'qib ulgurum kerak. Bitirib o'qib qapti. Yetuvim kerak. Bayağı aytgan komandalik kitob tayyorlanadigan tag'ida bo'linib qo'ygan. Qo'shimcha kitobni yana Alımcanlar 75%'ni qabullamay 100% qabullamay aytishimiz kerak deb, tayyorlanmamız kerak deb. Keladi yo'q degan savollarni avval boshda tushunmas edik to'g'risi. Kitobni boshdan sarallatib, oxirigacha o'qib chiqib, keyin savol kelsa, bunda yeri bor edim degan, biroq keyin yog'i ahamiyat berib, har bir chiroyli yaxshilab kelgan yerlarni oxirida shunday holat bo'ldi men tushunigim bo'yicha. Bu tashkilotchilar qanday savol berishni ham oldin ola biladigan holatga yetdinglar. To'g'risi shunday. Kitobni o'qib o'tirib, manier to'shni keladi, o'shani yaxshilab yodlab o'tib, billab qo'yamiz kecha. Sherkalib qoladi degan gumon bo'ladi endi durustga. Bu endi bir ozna vaqt birga bo'lgandan keyin odam bir-birini o'ngayroq tushuna boshlaydi. Mana shuni so'rab qoladi. Mana shu narsa ichida mana voqea boshqacharoq voqea ekan. Mana shuning chiqib qolishi mumkin deb e'tibor berish bu boshqa narsa-da haqiqatda. Endi buni o'qimagan, kitob bilan ishi bo'lmagan odamlar yurtda hali ham bo'lsa, shu bemalol vaqtini o'tkazib deganlar. Mana Xudo xolasa aytaver, bu ham bir Xudoning bergan baxti. Birga bo'ldik 3 yil ichida qancha kitob o'qidik, qancha narsalar hozir bir men o'zim hayotimda juda ham shu kitobning ichidagi narsalarni ko'p qo'llanganman. Bir masala chiqib qolsa, ana shu kitobda bir yerda o'qib o'tgansiz, ana qanday aylanib o'tib ketgan shu holatda. Baribir bu kitob bizga yo'l boshchilik qiladi, baribir yo'l o'rgatadi, baribir ko'rsatadi. Shuning uchun kitob o'qigan hech qachon xor bo'lmagan, kitob o'qiganlar har doim oldida bo'lgan, kitob o'qigan insonlarning hayotlari yengilroq bo'lganda mening fikrim. Mana endi hozir sizlar 100 kitob o'qidi, endi bizlarni ko'radi, baribir internet jihozda, mana telefonda ko'rish mumkin. Mana shu 100 kitobning ichida sizlarga qaysilar ko'proq esda qoladigan, ko'proq ta'sirot qoldirdi sizlarga 100 kitobning ichida. Siz uchun ko'proq ma'ni bor kitob qanday bo'ldi masalan? Kechroq qatnashdim. Men uchun g'iybat bilan yashamoq degan kitob xuddi yangi yozilgan. Hayotda ko'p nima qilyapman, hayotda baxtli ekanimni Barakalla. Sizchi, Elbrus, sizga qaysi kitoblar ko'proq? Endi bari yoqdi. To'g'risi, biroq ichida eng o'zim muhim inson uchun har bir farzand o'g'ildir, qizdir, bilish kerak bo'lgan, shart bo'lgan narsa, ya'ni jamiyatimizga juda ham muhim bo'lgan kitob deb men baxtli oila, baxtiyor oila shuni topdim. Sababi qanchalar yoshlarimiz bor, oila quryapti, qanchalar ham xatolarga yo'l qo'yyapti, kamchiliklarga yo'l qo'yyapti. To'g'ri. Hozir jamiyatimizda har bir yangidan oila qurayotgan yoshlar yaxshilab o'qib chiqsa, o'qib chiqsa, mustahkam oila bo'ladi. Barakalla, katta rahmat. Endi bir ozna vaqtlaringizni bizlarga bo'lganlariniz uchun katta rahmat. Mana shu kelayotganlar uchrashsak deb quchoq ochib bizlarni qarshilaganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Alloh taolo mana shu yaxshiliklarni ata etsin Xudo xolasa. Bizning maqsadimiz ham mana shu hozir sizlar 100 kitob o'qib bo'lgandan keyin bizlar bilan tenglashdingizlar hozir. Aql, o'y, ba'zi holatlarda bizlardan o'zayotgan holat bor. Ba'zi holatlarda bizdan ham
ko'proq oldiga chiqqan ishtirokchilarimiz bor, yo'q emas, uni tan olishimiz kerak. Shuning uchun biz oldimizga boshida qo'ygan maqsadlarimizga bir qadam bo'lsa ham yaqinladik, bir qadam bo'lsa ham mana shu amallarni bajaryapmiz deb o'ylaymiz, Xudo xolasa. Bizning maqsadimiz bundan keyin ham Xudo xolasa ko'rib, bilib, bundan keyin endi bu 100 kitobni o'qish dasturi bilan biz to'xtab qolmaymiz. Xudo xolasa oldimizda mana shu roza Ramazon o'tsa, yangi bir bosqichni ham harakat qilmoqchimiz. Mana shu bosqichda ham birga bo'lish, birga harakat qilishga sizlarni chaqiramiz, Xudo xolasa. Bizning kelgan maqsadimiz ham shu, ko'rik, bilik, uchrashib, sizlar bilan bir Xudo xolasa men bir uchrashishning o'zi boshqa narsa. Sizlarni taniymiz, burundan ham taniyman men masalan. Yaqin bir tanishib qo'yish bu boshqa narsa. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Mana shu o'g'il qizingiz, kelinlaringizning o'qishiga xalaqit bermay, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun ham bular shu oldiga qo'ygan maqsadga erishdi. Shu 100 kitobni o'qib chiqdi, Xudo xolasa. Bu katta bayram bo'ldi. Juda ham katta bayram bo'ldi. O'zbekistondan professorlar keldi, Qozog'istondan men degan ko'zga ko'ringan katta olimlarimiz, katta og'alarimiz hammasi kelib qatnashdi. Xudo xolasa internet joylarida, televideniyada chiqyapti bu narsa, katta televideniyada chiqdik. Bu narsa bir katta bir yutuq deb hisoblaymiz o'zimiz, Xudo xolasa. Bundan keyin ham yoshlarimiz o'qisin, ilm olsin. Navoiylar o'qimaganda Navoiy bo'lmagan bo'lardi. Abayatalarimiz o'qimasa abayata bo'lmasdi. Ibn Sinolar, Beruniylar, Farabiylar bari o'qish orqasida, shu kitob orqasida Farabiy bo'lgan, o'qishning orqasida Ibn Sino bo'lgan, o'qishning orqasida ana shu Imom Buxoriylar ham bari shu o'qishning orqasida analarining qo'llovining orqasida bo'lgan shular ham katta olim bo'lish. Shuning uchun Xudo xolasa sizlarning keyingi farzandlar, nevaralar olim bo'lsin, o'qisin, ulg'aysin, sizlarning otlaringizni, sizlarning sha'nlaringizga faqat alqishab keladigan yaxshi farzandlar bo'lib o'saversin. Alloh taolo elimizga, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik ato etsin, Xudo xolasa. Sizlarning xonalaringizda yaxshiliklar bo'lsin. Bizlar har doim yaxshi kunlarga, to'ylarga uchrashishga nasib ro'za aylasin, Xudo xolasa. Yaxshi kunlaringizda uchrashib, birga bo'laylik, Xudo xolasa. Alloh taolo yaxshiliklar ato etsin, tanlarimizga sog'lik bersin. Alloh. Bir narsa aytmoqchi. Ayting. Ayam pastayni kesgan har bir sanni dadam ekib o'tirib divanlarda ko'rib o'tiradi pastayni. Har qanaqani keyin chiqarib chiqsa biz yengilib qolganmiz. Ha, senlar javob beramabsizlar-ku. Biz senlarni shuncha o'qitganda uyat bo'lmadimi deb aytadi. Ayam bilan dadamga ming rahmat. O'tkazib o'qitib qo'yadi. O'qiy qo'yinglar. Bunisi eng qiyin desangchi. Qasak, voy, молодец deb quvonadi. Keyinsa qani o'tgan sonlaring qaysidir? Aytib beringchi, men topib ko'rib olay deb har bir sonni ko'rib o'tiradi. Ashaddiy muxlis ayam. Barakat Endi uzr, bular ishda bo'lganga sal qiynalib qolyapti-da endi. Buni ham tushunsangiz. To'g'ri. Ishtag'ani. Uydagi odam boshqa. Barakat topadi. Nima rahmat. Ham maktabga ham uni ham uspet etadi-da. Ulguradi. Молодец. Endi siz o'zingiz bir duo bering. Amin. Amin. Mayli rahmat kelganlaringga Xudo xolasa aytib o'tilgan ro'za-oy Ramazonlarni Xudo xolasa qabul bo'lsin. Har doim Alloh boshimiz to'shunda yaxshiliklarda qo'sha bersin. Amin. Mana ishlaring har doim alg'a yuraversin. Yuqorilarda ko'rina beringlar. Alloh. Rahmat. Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Kelgan oyoqlaringizga gul bitsin. Rahmat. Xudo xolasa yaqindan tanishib keldik deb kelgan akasiz shu. bizni hurmatlab quvonchimizga sherik bo'lib biz ana bu birga ishlashyapgan hisob bo'lib turibdi, biroq bilimini kengaytyapti. Endi sizlar bizning astonamizga Ramazon aytib kelgan hisob bo'lib. Ramazon aytib kelibdim. Ramazon aytib kelgan odamni quruq qaytarishga bo'lmaydi. Xudo xolasiga mana sizlarga atag'anlarimiz bor. Ramazon aytib kelganlar. Endi barakallah. Katta rahmat. Bu endi bizning keski klubiga bu yana sha'niga shan qo'shadi-da bu. Yana xonalarimiz, kitob o'qitadigan joylarga bu narsalar odamning ko'nglini ko'taradigan narsalar. Bu gulni olsa bo'ladi endi. Boshqa narsani qo'yavering. Bunday qadrli bu qadrli narsalarning birida. Bizning qaynonamiz bo'lardi. Million olib kelsang bir tenga turmasdi. Bir gul olib kelsang hamma narsani yopib ketadi. Gul bo'lsa bo'lardi ularga. Shuning uchun bizlar ham mana gulni ko'rib quvonyapmiz. Katta rahmat. Alloh taolo birga mingini bersin. Yaxshi kunlarda uchrashish nasib ro'za aylasin, Xudo xolasa. Mana shu gullar hali ko'p yoshlarimizning kitob o'qishiga sababchi bo'lib guvoh bo'lsin, Xudo xolasa. Alloh.